O'sha onasi kelolmagani uchun men onasiga aytdim, biletga pul. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu videoga ham bir ahamiyat berib qo'yasizlar, chunki bu videoda ham Nozimaga, Koreyada vafot etgan Nozimaga taalluqli video bor. Bu yerda audio zapislar va akalar bir ikkita guvohlarni aytishlari bor. Izohlaringizni qoldiring. Nima deb o'ylaysizlar? Fikringizni kutib qolaman. Albatta like bosing, obuna bo'ling kanalimizga. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Avaz aka, akajonim, sizni anchadan beri kuzataman. Mana onajonisi shu yerda bo'lsa, meni eshiting. Biz ham onamiz. Eshiting onajon, siz onamas ekansiz, shayton ekansiz. Yig'ladim, to'g'risini aytaman. Qizingizni siz xor qildingiz, hammaga ko'rsatib uyalmaysizmi? Shunchalik mard ekansiz. Kelib, shu avaz oldida turib, nimaga kelib shu narsani o'zingiz isbot qilmadingiz? Sizga yaxshilik qildi shu inson. Uyali ozgina. Ro'za Ramazon kunlarida shular ro'za og'iz yurdi qizingizni ketidan. Ozgina uyalinglar. Ozgina mayli. Allohni tanigan inson emas ekansiz, shayton ekansiz onajon. Xafa bo'lmang. Avaz aka, sizga rahmat katta. Juda ham katta rahmat. Shu qizni yashirdingiz. O'sha onasi kelolmagani uchun men onasiga aytdim, biletga pulim yo'q. Men dedi, qanday boraman vizaga pulga? Keyin avaz berdi, opa dedi, $50 ketadi dedi. Qolganini dedi, tekinga qildirib beraman dedi. Keling dedi. Men qayerda turaman dedi. Mana meni uyimda turasiz dedim. O'zim militsiyaga olib boraman har kuni. O'sha ish bitgungacha qaytadan apellyatsiya beraman, viza ham qilamiz. Keling dedim men. Nima qildim? Tushunmayapman. Aytinglar aybimi? Men odam o'ldirdimmi? Nima qildim? Yugurib. Yopib qo'ydim. Akasiki yonboshlab kino ko'ryapti ekan. Gunohga botishdan qo'rqishmaysan, nima meni aybdor qilishaverasan? Tinch yashayman ham. Bor gumonli o'yinchini borib bo'ynidan ushlash. Oniya, nimaga?